Assalomu alaykum YouTube ahli. Xudo xolasa to'yxonamiz uchun tayyorlangan ishlarimiz tayyor bo'ldi. Bularimizni inshaalloh chexoldan kiygizib ertagalikka dastavkasini qilamiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz. Bularimiz 150 dona stulning o'zidan. Stuli yumaloq bo'ldi. Ertaga olib boradigan bo'lsak, buni videolarini qilamiz. Oldilari ponni materiallar turistiki bo'ldi. Oldi arqa sidinasi, arqonlar bilan chiroyli qilib bezatib berganmiz. Hop, stulimizni materiallarga keladigan bo'lsak, bular quyma plastmassa, eron karkas, xudo xolasa sinmaydi, boshqa bo'lmaydi. To'yxonalar uchun aynan shu yaxshi yechim deyman. Yog'ochdan ko'ra ancha mustahkam, ancha yaxshi, bemalol maza qilib ishlatsa bo'ladigan ishlardan tayyorlab berganmiz. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, $50 dan tayyorlab berdik. Dastavkalari ichida olib borib o'zimiz o'rnashtirib beramiz va mana bu holatda chexollarni kiygizib sizga qirilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana shu holatda chiroyli qilib olib borib o'rnashtirib beramiz. Buni olib borgandan keyin bu mashinaga qirilmaydi, kraskasi ko'chmasligi uchun shu holatda chexollar bilan olib borib beramiz. O'ta go'zal, o'ta chiroyli bo'lib boradi. Oldi orqa tomonlari bilan. Murojaat uchun 94 392 1155 Telegram, WhatsApp, imo xizmatlari bor. Hammasi ishlaydi. Bemalol tortinmasdan telefon qilsalaring, xudo xolasa qolgan ma'lumotlarni ham yetkazib beramiz chiroyli qilib. 12 talik deysizmi, 14 talik, 16 talik deysizmi, hammasini tayyorlab beraveramiz. Bunaqa karkaslarimizni har xil variantlari bor. Yog'ochimizdan ham bor, plastmassamizdan ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boringlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab beramiz.